Hmm, Так. API bu nima? API Application Programming Interface. Uh, Buni o'rtaga eshitsak bo'ladi. Bizada как backend developer bu faqat backend yozamiz. Frontendchiligi webni yozadi. И shunda, к примеру, frontendchilar bilan bir-biri bilan gaplashishga и o'sha bir-biri bilan gaplasha olishi uchun API ishlatiladi. А, Bu gaplasha olish qoidasi mana shu общийda API deyiladi. Bu interfeys orqali biza data exchange va connectionlarni qanday bajarilishini belgilaymiz. Boshida frontdan, backenddan web application bo'lib olib chiqilgandan keyin bu keltirib chiqayotgan muammolarni ko'rishgan desktop type'ni ko'paytirish uchun, как бы не только web bo'lishi uchun bularni alohida qilib olib chiqilgan. Application Programming Interface shaklida. API mijoz va server o'rtasidagi ko'prik quradi. Mijoz web appga kirganida birinchi o'rinda, к примеру, frontend ko'rinadi, chunki mijozdan request keladi. Response sifatida ko'prikdan o'sha как бы API bizga frontendni olib keladi. O'rtada qurib beradi. API'ni bir nechta turlari bor. Bu SOAP, REST, JSON RPC, gRPC, GraphQL. SOAP bu eski framework bo'lishiga qaramasdan xavfsizlik jihatidan ajoyib turadi. XML type'ida ishlaydi. REST framework bu eng ko'p ishlatiladigan frameworklardan bittasi. Keng qo'llaniladi va XML va JSON formatida request bilan response tipini ishlatadi. JSON RPS o'zi Remote Procedural Call deyiladi va gRPC ham bor. Bular protobuf sifatida gaplashadi. В общем, как byte ishlatiladi. Так, JSON RPS bor. Bu mikroservislar uchun ko'pincha mana shu gRPS ishlatiladi, chunki REST qaraganda request и responselari tezroq ishlaydi. Также bizada GraphQL bor. JSON sifatida u ham gaplashadi, lekin bitta URL va sxema orqali gaplashiladi. В общем, у нас REST bu representational state transfer uchun deb turadi. Именно REST orqali get, post, put, delete kabi metodlarni ishlatamiz me'yorlar to'plamidan foydalanamiz. Django REST framework xuddi shu REST framework Django asosida ishlatiladi. Shu uchun ishlatiladigan как бы kutubxona. Как бы Django'ni plagini deb olsak bo'ladi. Именно Django uchun maxsus ishlab chiqarilgan.